Abituriyentlar diqqatiga, Sirdaryo pedagogika texnikumida ta'lim olishni istaysizmi? Unday bo'lsa, bu yerda yaratilgan imkoniyatlar bilan yaqindan tanishing. Ta'lim sifatini yaxshilash maqsadida Sirdaryo pedagogika texnikumi Guliston davlat pedagogika instituti bilan hamkorlik ishlarini ham yo'lga qo'ygan. Texnikumda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi yo'nalishida tahsil olayotgan o'quvchilar mana shunday zamonaviy bog'chalarda amaliyot o'tashlari hamda ish o'rinlariga ega bo'lishlari mumkin. Shuningdek, muassasaning maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi yo'nalishi bo'yicha dual ta'lim shakli asosida tahsil olayotgan o'quvchilar Koreya Respublikasining Toshkent shahridagi Puchon universitetiga 2-kursdan boshlab suhbat asosida o'qishga kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ta'lim maskanida kompyuter tizimlarida dasturlash, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi, dasturiy injiniring, kutubxonashunoslik va bibliografiya, musiqa nazariyasi hamda sport faoliyati kabi yo'nalishlar mavjud. Qabul jarayoni joriy yilning 5-iyunidan 25-iyunigacha davom etadi. Murojaat uchun quyidagi raqamlar: 91 kodi bilan 506 38 26, 97 kodi bilan 565 68 68 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.